xususiy, ya'ni nodavlat universitetlarni bitiruvchilari va davlat universitetlarini bitiruvchilari oladigan diplomlar orasida farq bormi degan savol ko'pchilikni o'ylantiryapti. Va afsuski, oxirgi vaqtlarda bir qator o'sha davlat idoralarida xususiy universitetlarda o'qiyotgan xodimlariga nisbatan o'sha sizlarga keyinchalik diplominglar o'tmaydi, sizlar davlat universitetida o'qishinglar kerak degan shunaqa qonunga zid bo'lgan, umuman asossiz bo'lgan shunaqa fikrlar tarqatilyapti. O'rtoqlar, bilib qo'yinglar, O'zbekistonda qonuniy faoliyatini olib borayotgan, ya'ni litsenziya asosida faoliyatini olib borayotgan har qanday xususiy oliy ta'lim tashkiloti, ya'ni xususiy universitetlar beradigan diplom davlat universitetlar tomonidan beriladigan diplom bilan bir xil yuridik kuchga ega. Ya'ni davlat tan olganligi uchun ana shu xususiy universitetlarga litsenziya berib qo'ygan. Va bu litsenziya talablari hukumat qarori bilan belgilangan. Va mana shu hukumat qarorida davlat ta'lim standartlariga oid talablar qo'yilgan. Demak, xususiy universitetlar ham mana shu davlat ta'lim standartlaridan kelib chiqqan holda talabalarni o'qityapti, ta'lim beryapti va uni bitiruvchilarga belgilangan namunadagi diplomlarni beryapti. Ya'ni O'zbekiston hududi bo'yicha xususiy universitetlarda diplomlari bir xil yuridik jihatdan tan olinadi. Hech qanaqa muammo yo'q. Ya'ni ishga kirishda ham hech qanaqa cheklov bo'lishi mumkin emas. Bu qonunchilikda belgilangan. Endi ba'zi bir eskicha zamonning tartib qoidalari, eskicha dunyoqarashga ega bo'lgan shaxslar tomonidan xususiyniki o'tmaydi, boshqa degan bir gaplar tarqatilyapti va yana bitta tomonni aytish kerak. Ba'zi davlat universitetlarimiz tomonidan ham bilib bilmasdan o'ziga o'sha xususiy universitetlarni raqobatchi sifatida ko'rganligi uchunmi yoki dushman ko'zi bilan qaraganligi uchunmi ommani o'rtasida, aholi o'rtasida xususiylar diplom o'tmaydi degan shunaqa salbiy fikrni tarqatishga harakat qilyapti. Lekin o'zingiz o'ylab ko'ring, agar xususiyni diplomi o'tmasa, davlat bunday xususiy universitetlarda nima uchun ishlashga yo'l qo'yib qo'ydi? Nima uchun unga litsenziya berdi? Oddiy mana shu mantiqiy savoldan kelib chiqilganda ham javob topiladi. Ya'ni davlat ularga ham qonundan kelib chiqqan holda ruxsat bergan va uni diplomlarini O'zbekiston miqyosida to'liq tan oladi. Va ba'zi bir xususiy universitetlarimiz bugun chet eldagi oliygohlar bilan qo'shma dasturlar asosida ham xalqaro darajada tan olinadigan sertifikatlar ham beryapti. Va mana shu xususiy universitetlar joriy qilgan sertifikatlar bugungi kunda davlat universitetlari ham joriy qilishga harakat qilyapti. Shuning uchun xususiy universitetlarda diplom o'tmaydi, boshqa degan gaplar hammasi asossiz bo'lmagan gaplar. Bunga umuman ishonmanglar. Agar kimdir mana shunaqa cheklovlar qo'yishga harakat qilib, ishga kirishdami, boshqa masaladami shunaqa o'yin qilayotgan bo'lsa, bu yuzasidan to'g'ridan-to'g'ri huquqni muhofaza qilish idoralariga shikoyat kiritish mumkin har qanday fuqaro. Uni huquqlari tiklab qo'yiladi. Hamma narsa o'zini belgilangan o'sha joyiga tushadi. Shuning uchun bunaqa asossiz gaplarga ishonmanglar. Davlatni universiteti diplom bergan bo'lsa va u qanday kuchga ega bo'lgan bo'lsa, o'sha xususiy universitetga xuddi shunday kuchga ega. Undan kam joyi yo'q. Mana shuni bilib qo'yamiz.